Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görürmənlərimiz, biz bu proqramımızı yıllardan bu yan millətimiz içindeki hər xil sahələrdə xidmət qılıb atqan məyli alimlərimiz, siyasətçilərimiz olsun təklif qılıb, hər xil temalarda söhbət qılıb kilib atımız. Bugün şunun cümləsinin tünügün elanımızda bəgəndək. Əlbəttə, 5 fevral, bugün 4 fevral, Vətənimiz Şərq Türkistan'ın Gulca diyarında 1997 yılı 5 fevral Gulca qırğıncılığının pilikige ot yıqılğan şu yerdeki Qadir keçisiga, uluq Qadir keçisiga udul kelgan bugünkü gündə öylərə bastırıb, yani Xitay təcavüzçiləri şu xalqımızın öylərə bastırıb kirib, şu yerdə Qur'an oxuyub atqan, ibadet qılıb atqan hanım kızlarımızı tutup getiş ve onu apırıp sağ çıkanda dəfsəndə qilish, uruş degəndək bu işğaliyyətdən bu yan davam qılıb atqan, sanab tükətənməydiğən dərəcədəki cinayətlərinin birisi dəl bugünkü gündə ilib verilğandan keyin Gulca xalqı, o yerdəki yaşlarımız, bu hanım qızlarının ərləri, oğulları degəndək bütün dünya ta hazırlıqca mənin 28 yıl aradan ötüb ketken bolsumu bu faciəni heç bir zaman xalqımız unutmadı. Hər daim, hər yılı dünyanın hər qaysı yerlərdəki xalqımız özü yaşayıb atqan diyarlarda bununla münasibətlik hər xil fəaliyyətlərini yığın degəndək nəslərini uyuşdurup heç qaçan bu millətininki bu təcavüzçülükni Uyghur xalqının qalbiga unutulmaz iz qaldırğan və hətta ki bu fəqatlan bastırılış emas, xalqımızınki şu diyarda, şu hətta vətəndə tatib anlayıb bunu həmdə. Vətənimizdən başqa şəhər, yezlərə pur ketken bir Xitay şunçu vala tosqan bolsumu, yapışıq qıtırışqan bolsumu, pur ketib nurgun yaşlarının uyğunuşuğa, təcavüzçüyə qarşı teximi bək küçülük halətdə birləşişigə səbəb bolğan bir hərəkətninki 28 yıl ötken bolsumu bu unutulmaz facia Gulca qırğınçılığı dep bilgen bu faaliyetini, bilgen bu söhbətini uyuşturup oldurubdumuz. Bunu əlbəttə hər daim xalqımızga bizim hər yıl degidək xilma-xil söhbət ötküzüb kiliyatımız. Bəzən bevasitə şahidlərini təklif qılıb söhbət ötküzdük. Bəzən alimlərimizin təklif qıldıq. Bu millətin uyğunuşu qançıq səbəb təsir göstərgənlik ki bu hadisəninki. Şunun üçün bugün bu qimmatli mehmanlarımızdan birisi, şu diyardan oğlanlardan biri bolğan, xalqımız arasında yıllardan buyan özünün dini məlumatı bilan xizmət qılıb kilib atqan alimlərimizin Qasım Damollarovni təklif qıldıq. Qimmatli vaxtını çıxarıb qadam təşrif qılğanlıq üçün köpdən rəhmət etdiniz. Sizlərə rəhmətullah razı olsun. Allah razı olsun. Əlbəttə Qasım Damollarovni Şərq Türkistan Ulumalar Birliği'ninki əzası və şu Türkiye'deki eli meşrep halkımızın bir cemiyet şeklinde nurgun Gulca diyarıdan halkımız toplaşkan bir cemiyette hem nüfuzluq nayet yaxşı hizmetlerini qılıp keliyatıdı. Şu hem Gulca öz vaxtıda bu katliamga, bu qırğınçılıqqa o vaxtlarda 13 yaşda boğallıq üçün qatnaşmağan bolsumu. Lekin bütün jaryanını keyin şu yerdeki xalqdan, xalqımızdan ve muhaciretke çıkandan keyin bu faciaga bevosita qatnaşqan şahidlardan nurgun məsələlərini bevosita aynan anlayan bir kişi bo'lib sifati bilan bu məsələnin ayeti yaxşı tushundigan bir kişi. Shuning uchun shu oldi bilan biz hurmatli ben deyishni unutib qoldim emas. Programımız yani YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık naq meydandan tarqıtılıp biz saat 5:20 degan biraz kechikib qoldik, kechirim so'raymiz. Ko'proq qiynaşlarımızın ko'rish uchun ham baharlab qo'yishni unutmaysiz programımızda. Bevosita kirib ketsak hurmatli Qasim Damollarovni. Endi sizlarni biz albatta xalqimizning
her kandığı meyli nälik buluşdan qat'i nazar Gulji qırğınçılığını bilimiz az köp malumatga egamdi ve her yili asıltıp turwatydy nurgun teşkilatlarımızın faaliýetleri bilen. Sizlerde o diyarda çoğun boğan bir bölüs sübetleri bilen yuqur diginimdek bivasta bu nimege qatnaşmagan bolsurma malumatları köp. Aldı bilen muşu basqışqa elbette bu vaqtda nurgulgan maqallalar bütün jarýany sözlengen torlarda bizden istiqlaldan ba mesela bu aldı keyni. Muşu basqışqa ep kelgen Gulji halkymyzdyň aşu 5 fevral ve onu aqystik günlerde Xitaynyň muşu derejede wähşiýany qırğınçylykka sebep bulduğan derecede yaşlarımızı şundak düşkün bir keyfiyetke ekegen sebep nimeti asaslık bu yaşlarımız kandak bulup bu nimet ekegen. Assalamu alaikum kıymetlik, hürmetli körülmeler. Şu sahnemişe bizden kimi sahneye çıkışımıza şarayet hazırlap bergen şu istiqlal ekibiga hem olayk Allah'tan rahmet ve selam yollayma. Allah razı olsun. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve men vela amma ba'd. Bugün gerçi nayette efsuslu halette nayet içimiz bir aram boğan halette bu günni eslep oturaptımız. Bu bundan 28 yıl burun boğan bir vaka. Yani asli 28 yıl içinde biz Şarkı Türkistan halkı asli olanın kısasını ilip şu vatanı şu azat kılışını maksat kılıp şu azatlık piltikiga oluk yakkan şu ve azatlık meşelini kötürep asli biz berip bolsak boladı ama maalesef inşallah Allah onu yetkize bu şeyde eslep turup tutmaz hem de bu men bayam sizde ötep ketkeninizdek men gerçi o vaqtda yaşının kiçik boluşu sebeplik o qatnaşıp bevasita şahit bolmagan bolsammy şu vaqtdaki bizning urug tuqqanlar şu yerdeki qatnaşkan ve yoki köýgen adamlar bilen şu mezgilden tatyp bevasita görüşüp bazı ahvallarni egellige chet elge chiqqandan keyin şu qatnaşkanlar bilen maxsus oltirap turup söhbet qılıp maxsus bir mashaqqatli bir narsa tayyorlash uchun alayda izlengenlikim üçün hem de köpünçü malumatlarni haberim bar. Şu sebep bilen bu yerge kelip qaldyk. Hem de asasen bu biz bu vakany asasy bu derejege ep kelgen neme bolsa İslam uyguniş hareketi desek bolady. İslam uyguniş hareketi yaşlarımızda tedrici halette yetildirip, tedrici halette tavlap, mana şundak bir bütün Şarkı Türkistan'a tarıgan, bütün dünyaga tarıgan, onu dekin bütün Şarkı Türkistan'daki yaşlarga texim bekirek jangiwarlykka äs koşkan, zalim Xitaynyň ýöşürin ilip bargan siýasatlaryny aşkara kişilerge namayan kılıp oturga çıkagan, İslam bilen küfürniň oturdyky fark ne? Şarkı Türkistan halkı olan Xitay zalimlerinin qat'y biriye kilenmeydiganlygyny bütün dünyaga jakarlaşga sebep bolgan muşu faaliýetke epkegini şu yaşlarnyň İslam uyguniş hareketi. Endi buna deyişimizden sebebi azrak bir aldığı kiriş lazım bolady. Hem köpünçe bizning Şarkı Türkistan'daki qeyrindaşlar bilýärdi, bizning Gulji diýary. Yani deslepde ikinci cumhuriyetimiz kurulgan. Ana şu cumhuriyetninki askerleri, komandalary, jangiwarlarynyň awlatlary, näwret uruk tuqqan, ejda düşer yaşagan bir ýer bolganlygy üçin ve şundakla çygyraga en ýakyn diýerlerden biri bolganlygy üçin gerçi taşqi tarapdan siyasetning keng tusumu iki jihatdan yaşlarga alayda ähmiýet berip ýoldan çykyryş, her xil İslamny jiraklaşdyryş, milletni jiraklaşdyryş, özüniň kimligini jiraklaşdyryş kanaýaty eğir urundygan pek keňer halatda buzukçylygyň ýol goýgan bir ýerde. Şu wagtnyň özüde sırtda hem de bazı aşkarlaşyp bolmaýdygan şahslar bolady. Şular meselen ilim diyarlarda ilim elip kelgendekin hatta bir qançalar çet elge çykyp çet eldeki ilim ýurtlarynda bazı bir ilimlerini elip kelgenden kin özüniň ýaşawatgan ýeriniň nahaýaty bek bir haterlik ahwalyga ketip ketkenligi ne insan miliki bazı bir naçarını teşhis çıkışı köygендek. Ola ilim ilip kelgenden kin veya ki çetellerge çıkıp bazı neslerini körep kelgenden kin o yerdeki haterlik ahvallarını düşmanның Xitaynyň naýatly rezil siyaseti, rezil kolunu es kılgandan kin biz bu yaşlarımızı bulardan tatmasak, bularga haqiqi özünün kimligini,
musulmonning qandoq bo'lganligini bildirmasak bo'lmaydi deb 92-yildan tortib asta tadrijiy holatda mush yoshlarimizni tortib yoshlarimizga adab axloq o'rgatish, ularning ma'naviyatini kuchlantirish, har jihatdan hatto nurg'un mablag'lar selinib yoshlarimizni tashkillab mashrab ismi bilan, chunki bu mashrab ismi bizning o'judun ajdoddan tortib shunday qizlar ayrim, o'g'illar ayrim holatda har xil mashrablarni o'tkazib adab qoida, u yerdagi o'ltirish, qo'pish, salom soat, ibodat, muomalani o'rgatib kelgan bir xil urf-odat shaklamdi bu. Bizning Sharq Turkistonda bizning o'z diyorida ko'proq ilib berilgan. Shuni asos qilayli degan asosda 92-yilninki kuz mezgildan tortib bir turkum sirtdan kirgan, hatto sirtda o'qigan bolalar buni boshlag'liq. Ma'lum vaqtdan keyin mana shu qirg'inchilikninki bosh qahramoni, bosh shahidi Abdixalil Abdimejid bu sebepke qo'shilgandan keyin jangovar holatda yoshlarni to'plab, xuddi masalan hozirgi masalan har bir yagimada nima bo'lib guruh bo'lib o'tgan o'xshash, butun G'o'ji diyorining har yeri guruh shaklda holatda mush mashrabda mana shunday faoliyatlarni ilib berilgan. Shu orqali yoshlarimizni o'zining kimligiga, islomiyatiga, islom adab axloqiga qaytarib olib kelgan. Hep kelgandan keyin hamda tema bu bek uzun jarayon. Hatta bu namoyishdan burunmi bir namoyish bo'lgan vaqt e'tibori bo'lsa, uni keyin so'zlashimiz mumkin. Ya'ni buningdan burunmi qattiq bir cho'ng qarshilik namoyishi bo'lgan. U yerda naq maydonda o'lim yetim bo'lmagan, ammo cho'ng keng ko'lamda bo'lgan. O'lim yetim bo'lmaganligi uchun jiqit kishilar balki uqmaslik mumkin. Ma o'sha G'uljining teshidikilar, ma G'uljidikilar biladi. Shu vaqtda alayda bir tutish bo'lib ketgan. Tutish bo'lib ketgandan keyin bu yoshlarimiz dastlabda suratni sal asla ilib bangan. Keng ko'lamli holatda. O nechinchi yilda sildigan? 95-yili 8-oyning 14-kuni. U vaqtida bir tutishib ketgan. Bu tutishgan, ig'ir tutishgan, lekin bostirib o'ltirish bo'lmagan. Ya'ni shu mashrabning bolalari. Mashrabning bolalari. Bu yerda shu vaqtdagi Uyg'ur shu kishilarning orasida Noposova o'lib ketgan deb bilma. Polas Sijang deydigan shu yerning shahar boshlig'i. Shularning oldiga chiqib, men sizlarning talabinglarni o'rindashga men kepil deb kapolat qilib yoshlarni tinchtirgan. Ammo uningdan keyin unda bo'lmaganlik. Nurg'un shu avangardlar maxfiy holatda ba'zi bo'hton bu ishlar bilan uydan tutilib ketilgan. Buningdan keyin yoshlar sal suratni tizlashtirib, davati islomiy da'vatni sal jonlantirgan. U vaqtning o'zida bosh bolalar bu faoliyat asosan futbol musobaqasiga to'sqinlik bo'lish sebepten başlangan endi bu. O vaqtida bolalarni badan chiniqtirish holatida bunday yetishtirishgan. Kishilarni qiziqtirish jarayonida har xil faoliyatlar berilgan bu. Jarayonlar, har xil o'yin, har xil ishlar. Xo'sh. 95dan keyin andin bu rasmiy diniy da'vatga aylanib, kishilarga haqiqiy islomning mohiyati tushuntirilgan. Shunga elib kelsak, tag'am shu uning oldin nurg'un faoliyatlar bo'lgan bo'lsa-mu, tutishlar 4-chilar. Şu qadr kechisi deb ataymiz hamda ko'pincha olimlarning kelimasidan 27-kuniga to'g'ri kelib, shu kunisi qadr kechisida har mashrab, ayollar mashrab, erlar mashrab har yerga o'tkaziladi. Ikki yerdagi mashrab so'rini besilib, bir yerdagi bo'libmi yomon jiq ayollar yig'ilgan so'rin besilib, qadr kechisi kunisi, hatto ayollarni qattiq yog'liqini ilib tashlangan, tip so'rab mangan. Meningki o'zimning shu yerdagi bir adamninki deb berishcha, shu do'stininki shu billayotgan qizlarning ichidan keyin qutulib 2 yildan keyin chiqqandan keyin shu so'rab akirib, shu ularni yoshlarni jangovar kelgan. Shu ayol bo'lsin bo'sh kelmay, shu qarashtuga vaqtda ishni qo'yib deb ishtalgan jarayon shu ahvol bo'larkan. Shunda tutgandan keyin endi ilaqa ichiga patmay turayotgan bu tashkillangan yoshlar shu kuni kechda butun G'ulji diyoridagi mashrab guruhlariga xabar qilib o'tib, biz soat 8 bilan tashlab ketish yig'ilimiz oshkora da'vat o'tib, biz bu Xitoy zolimlarining bizga qilayotgan zulmini butun jamoatchilikka, butun dunyoga oshkorlab, o'zimizning maydonini oshkorlaymiz. Gerçi bugun biz cho'ng bir ish qilolmasak-mu, haqiqatni namoyon qilamiz. Sharqi Turkistonning o'g'lonlarining bo'sh kelmaydiganligini biz bildirib qo'ymaymiz deb 30 kishi, mana shu 30 kishining ichidagi birisi shu dedi. Shu yerdagi masalan biz tashlab kelinki nimada, mana Xansu vazir deb atayman, Xitoy vaziri. Shu yerdagi masjidning sarrafxonasida 30 kishi yuyinib, bomdat namozdan keyin biz bugun o'lib ketib qolamiz. O'lib ketib qolsak, biz pokiz holatga ketilar degan maqsad bilan hatto ba'zilar oq maykalarni chiqib kiyib dastlabda 30 boshliq bo'lish tashlab kelgan yig'ilg'iliq
Anandan keyin tarafdan xabar ketgandan keyin akşamda. Yig'ilib saat 10 aldı keyinida shu tashlabki degan rayondan la ilaha illalloh Muhammad rasululloh lakum dinukum valiyadin degan mana shu bayroq xatni yozib biz Alloh qila iman etimiz, Peygamber Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi tanıyımız, seni tanımayımız. Sen özünün dinini özün kıl, biz özümüzün dinini biz aşımızı anlaşmadı. Şu şuar bilen şu yerden başlanğan hemde. Demek şu jarayonga kelgan nima bo'lsa, islomiy uyg'unish. Xo'sh. Sayyid Qutbning bir gapi bor hamda, men shunga munosabatlik deb o'tib ketdilar. İnsanның qalbiga imanning xo'shaligi, imanning ta'siri sansa, u atomga aylanib ketadi deb. Uni hech qanday narsa to'xtatolmaydi deb. Chunki ana shu vaqtida shu o'lja diyorda yashagan har qanday odamlardan shu vaqtdagi bolalar qanday bolalar desa, hammamiz ko'ziga yashab turib sizlaydi. Ashlarni shu vaqtda ekilayotgan holat qeyrindish uchun har qanday narsani kechalaydigan. Islom dini hadis mushuna hadis bor ekan darhol şu hadisga amal qilish uchun payg'ambardan o'tirib so'chib ketgan darhol o'tiradigan masalan. İşte har qanday bir hukmimiz darhol ijro qiladigan. İslamda shu kunisi mana biz shu haqiqatni oshkorlaymiz, jinimizni bilgan pido qilamiz desa, shu tarafdan kelgan bolalar jinini pido qilish uchun shu junub dedim bayam dedimiz. Ana shunda holatga maydonga itilib chiqishiga islomiy uyg'unish sabab bo'lgan. Ular shu ajoyib ba'zida deb o'tib ketib qoladi, shu bizning bir şeylik jamoatchiliklardan xuddi shu bolalarni sahobalar hayotini anglasam, xuddi shu bolalarni mesela şu bolalarni bir eslasam xuddi sahobalarni eslagandek bo'lib qolaman. Chunki sahobaga o'xshash shundoq bir imonda ajoyib to'lgan bolalar deb shu bo'lib shu yerdik, shu Abduxilqam, yana bir aylarning ko'p ismi atilmaydi. Abdimijid, Abdijalal deb ikkinchi darajalik bolalar var. Ondan keyingi bir qanchalar var. Shularninki bo'lib shu oldingi saviyadagilarini ular o'zini unutgan edi. Ular o'zini unutib ketgan, u bolalar nima ish qilyapti-da? U oilasini butunlay unutgan ular. O'zini islomga otib etgan deb shunday ta'riflaydi. Demak, mana shunday holatga akeldigan islomiy uyg'unish, islom iymonning qalbga bergan ta'siri. Haqiqatan. Allah razı olsun. Tamam, endi ishqib sizlar bularni so'zlayotgan vaqtida men shu biz vaqtida shu keyin bir şekilde o shu qirg'inchilik bo'lib necha yillardan keyin Urumchiga kelgan qarindoshlarimizdan yoki shu vaqtida Urumchidan berib qilib shu voqea bu qirg'inchilik shohid bo'lgan qarindoshlarimizdan yig'lab so'zlab bergan narsalarni angladim. Haqiqatan biz islom dunyosi bek taqilib ketgan bir risolat degan bir film bor. Islomdan olqi tunji shu sil degan sahobalarniki qanchalik qiyin qisloqlarga bardoshlik berishi, bir bo'lgan qarindoshlik, mehr muhabbat. Shularning og'zidan anglatimda yig'lab turib so'zlab bergan. Hattoki ishti qitalatgan bo'lsin, sovuq suv chechib bo'lgan turmada shu vahshiy qiynashlarning oldidagi u bolalarninki mustahkam turishi, hatto shu Xitoyga ishlayotgan Uyg'ur soqchilar ta'sirlanib ketib, yani xizmatini tashlayotgan, Qur'onni tashlab qilgan nurg'un ishlar olib ketgan qo'yildi. Demak, yana hamda sizlar yuqorida so'zlab o'tgandim. Yani bu islomiy da'vat, yani xalqimizni Xitoy tajovuzchilari bizning millatni yo'qotish uchun yillarcha, hatto sizlardan shu dindan Sharq Turkistonga nisbatan dindan eng yiroq holatga akib zaharlik chekimlik yoshlarimizni ko'ndirib, qalaymaqon butun ishlarga yo'l qo'yib, jamiyatni tamamen tugutish uchun harakat qilayotgan bir vaziyatdan keyin diniy saviyasi shuncha ojiz bo'lgan ota-onalarmi farzandlarining u darajada o'zgarib ketganligiga qarab sildirganimda har qanday u bolalar yoshlarningki shakli ota-onasi bo'lgan mehribonligi osmon zamin islomdan ular qanchalik ta'sir qilganini ota-onasimi u bolalarni qo'llaydigan holat kelib ketgan deb tilamdi. Bu shu mezgildagi hamda bu bostirishdan keyin shu islomimiz bunday holatga olib ketgan bu yoshlarni. Bostirishdan keyin qanday ishlar yuz berdi demasanga. Mayli u asliga so'zlab bergan shohidlarning og'zidan anglagan bo'lsak, Xitoy tutgandan keyin nimalarni qildi demasanga. Hem şu günüsü bizden şu şahitlerden menen ağılganim ve şu xalqninki ağızda bizden şu vaqt işlep qaragınımız şu günkü vaqadan bekerek ondan keyinki ergeşmelere iğraq olub ketdilik.
Çünkü o günüsü sap yaşla meydanga çıkıqlıq. Yani özünü atap çıkkan balla hem de. Olar hem de iki xil türlük ölü şehit kılındı. Biri şu naq meydanda ok tutulup bir Türk'ün balla u yeri şehit etilgen. Yani biri hem de bu balla şu namaş kılmanga vaxtıda bir neçe yıllardaydı o öyle iştik mağanmayımız dep kiyimlerini taşlap etkendeydi. Hem de o vaxtıda bu xurum çapanı kiydiğen mezgillerdi. Mesela bir guvaçının dep bir şey, şu koçu qarsam bütün çapanı toşap getiptiki yoldaydı hem de. Bir azatlık yolu dep bir yolumuz var, çoğun yol. Şu yolunki bütün çapanı toşap getiptiken dep. Hem de çoğun çapalını eğer ya iştik mağanmayımız dedim ya ki girelişip kol tutup mağan diken kan kızıp ketken vaxtıda o toğaşı isqınmaydı hem de. Çapalını taşlap, çapan yok alette, yılan alette ayağı bağanda sakçılar biri ok tutuğulu, ikinci biri yaş kızı bomba kılıp kaçanmaydıgan tutuplam soğuk su öyle su içip bütünley su içilip etip anın bulağını bastırıp maşını tıkıp ekelip o türümüler toşap ulaşka oyluda kar yatkızıp koyalım. Şu yerden ruhun kıyırındaşlarımız şu yerde toğlap ölep getirildik. Suğalıqı sudu muzul öldürüldi degen gibi naq meydandılar muzlap gitmeydi. Bu nima qilish kerak onu? O çünkü ikinci ayının ki 5 güncü küller hem de olcu qattiq soğuk. Nölden töven en töven bolsa 15'te boludu olcunun. Pek soğuk vaqtlar bolupmu? O mezgillerde yaman soğuk oldu yaman şehrininki şehirliş töven boğaşqa binalar kichik az boğaşqımı biz hem kichik vaqtimizda qanun üstüge desep mağalay qat to'nglab ketadi. Keyingi vaqtlar sal bo'shidi hamda bu hamda dunyoning sal tüpeyli qanday bo'lishini qadar. Demak shu eng töven bo'lgan 15. Ama lekin naq maydonda uni olmaqliq shu yerda mesela mishadagi shohidimiz deb o'tib ketdim. Men shuning qatoridan ekirilgan men o yerga yetish uchun yetishemay yo'lda ularni tutgandan keyin meni yo'ldan olib ketaylik, mening kiyimim yo'lamasdi. Mening yo'lim mağallık için hem çapılım taşıp etmegenlikim için men belki nima qilib ketmedim ama etrafımdaki aşı yılın maykölen, kaltiyan maykölen aşı muz suda aşı qadi yetkizilgan qarindaşlarımızdan neçisini midir baksak midirmedi. Neçisi dep edemdi. Yani şu ikinci şu alette öldürüldü. Üçüncüsü şu türmege kirgendeki hem de bu balla bayamda ötüp ketkendek qalbiga iman bek to'shab ketgan balla. Hem de Xitayga bu zalimi biz qattiq boyagmaymiz deydigan balla hem de jang var. Aşı namaz okumaysa okuyma qanday qilish deb shuningda mijiq balla. Aşı mesela maxfi o'qishga bo'lmaydigan balla meydan qattiq chiqib turug'liq. Chunki bunda bo'lsa men bir masal nima kelib qoldi. Shu mezgilda bizning bayamda o'tib ketgandek oq bilan shug'ullangan o'g'irlik bilan shug'ullanganlar ko'p zamonlar bo'ldi shu demerlar. Ama şu türmege kirib ketganlarning ko'pincha yoshlar mayli zayarli kimliklarni kirkesin, mayli o'g'irliklarni, yanchiqchiliklarni kirkesin. Şu günüsü tutulgan, şu jangovar Müslüman ballar bilan yatqanlarning 180-90% yaxshilab ketaylik ondan keyin. Ağlarning turmedagi jangovarligi, axloqligi, o'zidan boshqalarni ortiq ko'rishi, Xitoy zolim bo'lgan bo'yagmasligi, hech qanday qilib bo'yagdirmay, masalan, shu Abduxoliq akamni turmada o'ltirib shehid qilinib ketdi. Tirnoqlarini yulgan, shu nurg'un ishlar var hamda urib, shu biraylarni so'zlab berdi. Hamda inson tayoqqa shunda chidaydiki, shu dum qilib qo'yib urib, shu keyintirib qop qozondek bo'lib ketibdigan palanchimizning deb menga deb bergan shu vaqtda bizning bir tuqunimizdan birisi shu turmaga kirib qolgan bir sabab. Demek hem de şu bu bir türmede mesela şu so'roq qilish jarayonida yoki tutib ekirib bastırıp soğuk suda bo'lganlik uchun uningda to'ngiltib o'lib ketiglik. Uning keyindan mashinaga pulab tiqib mijilib qo'l ko'zini qiplab bog'lab to'plab tashlaganlikda u yerda o'lib ketgan, shehid bo'lib ketgan bolalar var. Ama onundan keyin hem de temimizi qaytib kelsak, onundan keyin bular asli çünkü bu meşrep hem de gerçi nim bo'lgan uyg'unishga cho'ng sabab qo'shish bilan birga u vaqtlarda bek siyosiy maxfiylikni bek qilib bo'lmagan bo'lib o'qimadik. Chunki vaqtida u masalalarni mesela unda tutilib ketishini his qilmaganligi uchun har bir mahallada bayam degandek yigit beshi deymiz bu meşrepninki. Rad tartib bo'lganligi uchun bir chugilish bilan nurg'un yigit boshlari shu meşrepni tartib etganlar o'tirg'i chiqib kelib, ular asosan tarbiyalangan yetishgan bolalar, uningdan keyin qurolliq yetishish, uylarni bomba bilan
öğretiş için kirenmey. Hatta öyüne ata-anası şu üydeki adamlar bilen partiyalar ötüş muşunda işler ait pek bolağılık. Hatta bazıları deydi şu vaqtda ölgenlerden onundan keyin etişte, tutuşta, şu partiyalar işte ölüp ketkenler anından çıkıdı deydi galıba. Bizninki olcana. Çünkü hem de hazırki mesele ma qo'rqancha Xitoyda uyga kirenmay sir tutup atırdıgan gap. Çünkü bilmezem Xitoyda qo'rqanchaligini. Ma 2009'da ma mediasal taraqqi qilgan bo'lganligi nurg'un narsa bilalaymiz ko'rdik emas. U vaqtda telefon mu işlemege vaqt bo'lganligi uchun buga ahvollar nayt ko'p. Shu xalqdan anglaymiz mesela. Xo'sh. Bizda utuq qoldi deb bir yangi yerdeimiz, yangi yerda bir qancha uyni portlatib etganligi üçün yezi deyimiz, u tarafta mesela onun kepek yüzü deyimiz, şu nime tarafta deyimiz, Tötükan tarafta deyimiz biz onu şu yerde nurgun üylerini aşına bastırıp tutup hatta neçe kere adamdan şu ballarını kovdaş için itilip çıkıp uxtu ölgenliki mesela o bir kitap yazıp çıkar değil mi adamız şu nimetin Kanada turduğan 5. fevral arxivleri edip. Şu kitapka qarindaşlar müracaat qilsa hamda asasen o şahitlarning ağzından anlap turib yazılgan kitap. Bazı jarayonlarni biz bu yerda so'zlab bo'lamiz. Shundan nurg'un ahvollar aniq aynan yozilgan. Demak hamda xulosalab aytgan vaqtimizda shu voqea islom uyg'un shariki bilan qo'zg'aldi. Qo'zg'algandan keyin asli bu sal burroq Xitoy sezib qoldi bu ahvollarni. Bo'lmagan bo'lsa, cho'ng bir ishlar bo'lish ehtimolligi bo'lgan bir sistemli ishlar edi bu hamda. Xo'sh. Allah kim şunu yetkize. Allah razı olsun. Çıkan bu işteki işler çıkılan dikin onu kısaltmak mı ters olur? Sizden sorğunuz qırta. Doğru. Allah razı olsun. Rabbim barlıq şehitlerimizin nurlar içinde qılsın. Makanın cennet qılsın. Ben hatta neçə yıllardan keyin şu bek bastırılıp gidip hem şu bu qırğınçıq bo'lgan kun ve aldikayında tutulganlar, öldürülgenler. Onun kendindeki yıllar devam kılan tutuş yoktu etişler. Yıllardan keyin aşılarını kümbetken kabristanlıqqa bir sebeplerle içilip şunun bevosita şahit bo'lganlarni anlaganman vatanda. Nayt ishbar hech qandaq jestinin qat'iy shu xuddi yangi akirib bir uxlab qolgan odamdek ko'rdim deb so'zlab bergan anlaganman chonda. Öyle G'ulji diyarimi mana G'ulji degan bilan 8 nahiya bir shaharga bo'lingan bir yer bo'lganligi uchun her bir nailde, mesela ben Qorgas nailside her bir nailde bo'lib ketgan ishlar ayrim. Çünkü o meşrep bek teşkili aletde bütün nailga taraf ketgan ish bo'lganligi uchun o'yliq biz ma bu voqea G'ulji shahar ichida bo'lag'liq. Cho'ng hikoyalar G'ulji shahar ichida bo'lag'liq. Ama bu yezilardagi qarashtirish, u yerda tutilgan, u yerda o'lgan etishlar, o ishlar jiq hamda uningga u vaqtlarda ma xabar nimalari bo'lmaganligi uchun nurg'un narsalar xotirlanadi. Her bir yerga bosaq ish qilib bir voqeaning hikoyasini anglaymiz. Masalan, bizmi shu diyorimizdagi bizning Qorgas noyidagi voqealarni anglab cho'ng bo'lag'liq. Shu G'ulji xalqi hamda mana garchi uningdan burun bek diqqat qilmagan bo'lsa-mu, eng cho'ng g'alaba nima desa shuningdagi men his qildim. G'ulji xalqi shuningdan keyin Xitoyning naqadar zolim ekanligini bekrak tonidi va shu yoshlarimizga noyatda bekkalaqi bir faxrlandi. Şu faxrlanganlik uchun har qanday bir oila yoki so'rasa shularni noyatda bir ba'zi narsa ko'tarilib ketgan ahvol bor. Yo'q emas hamda. Masalan, aşı ballarını kümgenning hammasi biz bayam degandek belki bo'lishi mumkin. O şehit bo'lganlik uchun o'zgarmabdi masalan. Palan shu yerdagi asosliq hamda shu asli bunun asli cho'ng yetakchilari İbrahim İsmail deb o'limga hukm qilyapti. Shularningki aşı bir uyda ko'zi ko'ranmay ketibdi. Aşı saqchilar oldi turib sumu ko'mabdi degandek nurg'unlagan gaplar bo'lag'liq. Bu nima desak kishilarning shularga bo'lgan hurmati, shularning yo'lining haqiqiyligi, ularning haqiqiy bir musulmon ekanligini bilganlik uchun o gaplarga insonlar qanoat his qilganlik. Chunki kishilarning o'rtasida aballarning yaxshi obrazi bor. Xo'sh. Bu ballar degan bu bir gap bo'lsa 5 namoz o'qiydigan taqvo ballar bularga yomon ish qilmaydi deb. Onundan hatta şu ballarınki bazı bir nimisini paydalanıp bazı bir İslam'ı bulağılık demek. Çünkü şulara boğan mesela şu yaxşı talip şu ballarken dese şu kızlarını mesela toylu kız bergen ahvallar köp.
Andikin bir mezgildikin bazı bir načarla bunun sürtük kirib ağaçqa bu bazı selbiyetini eklip tüzülüp ketken boldu. Demek şu ballağa nispeten bütün Gulji diyardaki halklar her vakit duada eslaydi. Şularning gepi chiqib bo'g'icha ko'zga yosh oladi. Shularni qahramon haqiqiy bizning o'g'lonlarimiz deb to'naydi. Bu bir cho'ng qalbi ekan. To'g'ri, to'g'ri. Haqiqatan. Bu bir cho'ng qalbi ekan. Endi digerlerde kadırmış sözlerden yolga çıkıp desek ham bu tajovuzchilar mayli albatta Sharq Turkiston xalqi faqat G'uljida bundaq bostirilmadi. İşgaliyetden buyon vatanimizning har qaysi bo'lgan pushqaqlarda har xil nomlar bilan üzlüksiz hali ham eng ashaddiy shaklda bizning ruhimizni sundirish, bizni kechiringlar. Bizni tamamen özüge boysundirish uchun qilmagan rezillik qilmadan bu pasanda Xitoylar yani tarixidan kelgan nomussizligi bo'lganligi uchun yani dushmanininki 7 avlodini 70 tugutib o'tish nejisligi bilan xalqimizda hamda har qanday bir ish chiqib bo'lguncha hatto G'uljida chiqsa da Qashqadimi buruna 10 yil burun bir ish bilan kirib qolgan Uyg'ur bo'lsa shuni darhol akirib yig'ib oldi hamda. Shundan nomussizlik qildi. Bunun aldı keyinde de bütün Sharq Turkistondan nurg'unlagan xalqimiz tutildi. Sizcha hamda biz uni anglab kelgandan keyin o ish shundoq bostirilsa-mı, yana nurg'unlagan buni yillarcha buningki ta'sirininki xalqimiz orasida o'chmaganligi, texnik mustahkamlanganligini anglab keldik. Xitoy sundira oldimi xalqning ruhini bu bundan? Sundiramadi. Herkes sundirammaydı. Çünkü bu uyg'unish, islom uyg'unish mesela biz mi küçük olsak mı şu uyg'unishning bir parçası. Çünkü nima olsa bizning ustozimiz ana shu meşrepninki ta'limchilardan, da'vatchilardan bo'lib, bizni shu mahallamizda tarbiyalab, chet ellarga chiqarish ishlari shu yerdankilik. Masalan 98-yilda dan tartib masalan O'rta Osiyoda bo'lgan ishlarning ko'pinchisi bizning shu uyg'unishda tarbiyalangan, yetishgan bolalar. Mesela bazı bir ahvallar yüz berip şehit olup gitti mesela şeyde bazı bir ahvallar çıkıp kin Afganistan'a ketken G'uljuluk balalarının 90% ketkeninin asasla şu yerde yetişken balalar. Hazır mı şu dünyanın her yerinde aldın qatarda turayotgan faaliyet qilayotgan hatta mishadi mı asasen şu vaqtida şu meşrep şu ta'lim tarbiyadan chiqqan kishilar. Onu değil ki şu mesela türmede hazır mı türmede belki bağış mümkün Xitoy öldürüp etti türmede muddessiz kesip ketken nurg'un insan battı. Öldürüşten başka muddessiz kesip ketken. O nurg'unlar battı. Şularning balaları bilan şular hoştum biz mahalleden başla. Şunun dinkin mesela az vaqt yetip chiqqanlarmi chiqqandan keyin nurg'un faaliyetlarni qilg'iliq. Demek şu 97-yildan ilgirki muhit bilan keyingi muhitni silishtirsa osmon zamin farq bor. Ular gerçi dedim emas mi? Hayat vaqtida mı o ta'sir ko'rsatganda, shehidlik bilan mı o ta'sir ko'rsatdi, teshida mı o ta'sir ko'rsatgan, turmadim ta'sir ko'rsatdi bu endi deb ketdim. Ya turmadan nurg'un. Turmaga kirgan bolaning ata mening bir o'zimning bir aksi bor-da, shu atanasi burun tugab ketib, biz odamning aksining bolasi bo'ldi. Shu shaharda yanjuqchi ulab ketgan hamda u. Shunda ulab, shunda gap anglamay bizim dadam akasi qichib ketib qolsa-da. Shu haqiqatan kim men shu ularning bir aksining, endi bu akamizning uyiga borsam, şunda taqvolab chiqibdi, mening yaratmaydigan bolam. Nim bo'ldi? Aşağıda shunda ta'lim tarbiya. Demak, onu ergiz sundiranmaydi. Shundaq bir o'tni yiqib etgan, o bütün dunyoga taralgan. İnşallah şu qarindoshlarimizningki şu tirishchanligi inşallah ergiz yerda qolmaydi. Bu hamda o'tib ketgandek hatta mesela şu vaqtida bir uyg'unish bo'lganligi uchun bütün jutlardan şu yerlarga kelib ko'rib ketganlar, şu so'rinlar qatnashib ketganlar. Mesela mishadin ba'zi ahlimlar biz şu vaqtida borgan, anda yaxshi bola jangovar deb men so'zlab berdi mana jaylan. Demek şu bir uyg'unish bütün yerga, Sharq Turkistonning hamma yeriga taralgan hamda. Hatta Urumchilda nurg'un ahvollar bo'lgan hamda şu vaqtida şu yerlarga borganlar şu bolalarningki qanday ekanligini nihoyat yaxshi sözler bilen bizge terlep berdi. İnşallah bu ot üşmeydi. İnşallah. Allah razı olsun damlam. Köp rahmet. Ahirde eğer de bir işkiyiz halkımızga, şu şehitlerimizge, vatan üçün, bu millet üçün közünü
yani qilchilik u yoq bu yoqqa hiçbir narsani o'ylamasdan taqdim qila olgan, pida qila olgan, kürmünlüğün san-sanoqsiz isimlerini, hiçbir narsani bilmeydiğin şehitlerimiz hazırgacha. Heyli hem devam kılıvatıdı. Şularga layık bula alışımız üçün, muhaciretkiler üçün bir işe az gap kılıp. Tüketken bolsak. Asasen şu bugünkü palimimiz yetidi. Hem de birinci bütün Şarkı Türkistan halkıdan şu qarindaşlarımızga bir halis dua qilib qo'yishini umid qilaman. İkinci biri bütün aziz qarindaşlar. Şu qarindaşlarımızning ana shunday jangovarligi bo'lganligi uchun shu o'zidan islomni, bütün narsadan islomni, xalqni, vatanni, millatni ustun bilganligi uchun şu qarindaşlarimizni hozirgacha bütün xalq eslab o'tir, biz eslab o'tiryapmiz. Endi biz har birimizga savol qo'yayki, o'zimdan tortib, buningdan kim meni eslaydigan bir faoliyatim bormidi? Meni eslaydigan bir faoliyatim bormidi deb har birimiz o'zimizga bir savol qo'yishimiz lozim. Shu qarindoshlarimiz jinni tikib, shu o'tni bir yiqib ketibdi. Shu o'tni biz shu o't bilan uyg'onib, islomiy uyg'onish harakati shu harakat bilan har birimiz ko'pinchimiz shundan uyg'onibdik. Endi biz bu o'tni o'chirib qo'ysak, birinchidan Allohning oldida biz xiyonatkor bo'lib qolamiz. Ikkinchidan shu qarindoshlarimizni menga yuz kelamay qilib qolamiz. Chunki o qarindoshlarimiz bizga shu omonatni topshirib ketdi. Shunga barliq Sharq Turkiston xalqining shu qarindoshlarimizni shu jangovarligini unutib qolmasligini va shu jangovarligini davomlashtirishga har birining qaytadan bir jasoratga kelib, shu omonatni ta Allah'ın aldığı bağıcı Şarkı Türkistan müstakil bağıcı bir jangovarlik bilan qabul qilib harakat qilishini umid qilaman. Aziz qarindoshlar, har birimizga bu o'lim har xil usullarda keladi ekan. Muhaciratda misha kelganda yaqin nurg'un qarindoshlarimizni ayrılib qoldik. Nurg'unli qarindoshlar izdireksiz masalani eslanmas bo'lib ketdi. Chunki nima deganda eslangidek bir faoliyati bo'lmaganligi uchun. Shu har biraylar iz qoldirgan kishilarning qatoridan bo'lish uchun shu qarindoshlarimizningki bizga qo'ygan omonatiga ega chiqayli. Shu omonatni, shular bizga qo'yib ketgan shu mas'uliyatni tunib, o'zimizga tegishli vazifasiga atlanishimizni hamma maylandan so'rayman. Alloh subhanahu va taolo shu maqsad g'oyalarimizga yetkazsin. Amin, amin. Alloh razı bo'lsin. Ko'pdan ko'p rahmat bilan. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib programmamizni bu yerda oxirlashtiraylik. Haqiqatan boshqa so'z qilishga ehtiyoj yo'q deb qarayman. Har birimiz Damlarımdan en ahırda qilgan bir gapim. Intan çoğun bir sual aslında. Men nima ish qiladim degan savol haqiqatan qisqa bo'lgan bilan insonni ta'altiradigan, o'ylantiradigan bir savol. Shu erkinlikda turib, biz shu xalqimiz uchun, bu vatan uchun jenini hamma narsani atay olgan shular uchun nima ishlarni qila oldik. Shularning azroq bir yerga loyiq bo'la oldikmi degan narsani o'ylash intan muhim deb qarayman. Alloh subhanahu va taolo har birimizni loyiq kishilardan bo'lishga nasib qilsin deb tilaymiz. Alloh umr basi yana bir qatimliq suhbatimizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Ata Turkiyada bo'ladi albatta va dunyoning nurg'un joylarida har xil namoyishlar bo'lishi mumkin. Hatta bu bir qancha kun burunmi namoyishlar boshlanib ketgan ba'zi Yevropa davlatlarida uning xabarlarini ko'rib turyapmiz. Turkiyada namoyish bo'ldi cho'ng tipdiki, butun Turkiyada yashayotgan xalqimizni Istanbulda bo'libmi, aytdiki 11'de o'tkazilgan Xitoy konsulxonasida namoyishga aktiv qatnashishni bu yerdan bir chaqiriq qilaylik. Boshqa diyorlarda, boshqa davlatlarda agarda namoyish bo'lsa, chuqur chiqishinglarni ham tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.